6 yoshli farzandingiz bemalol tayyorlay oladigan pechenye tayyorlaymiz. Ikkita tuxumni chaqib, 200 gramm shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 1 choy qoshiq vanilin qo'shamiz va aralashtirishda davom etamiz. Endi eritib tayyorlab olgan saryog'imizdan 200 gramm qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi unimizga 1 choy qoshiq razrafetil qo'shib, unimizni elab, xamir qorishib boshlaymiz. Unni hammasini boshida sovmaylab, ozgina-ozginadan suvi quyuligiga qarab solib ko'paytirib boramiz. قلبي تك بحال شي مكانة ويلي هذه هبلتني يا ماما ويلي هراني صافا تك 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 آها تك 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 بحال شي مكانة تك 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 آها تك تك تك. Shunaqa qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoq xamir bo'ladi. Xohlasanglar xolodilnikda yarim soat, 1 soat tindirib olinglar. Xohlasanglar sразу pishirsanglar ham bo'ladi. Xamirimizni yoyish uchun ozgina un sepib olamiz va yuvib qaqilib yoyamiz. Hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun men bolalarimga shunaqa formada pechenyelarni pishirib berdim. Siz xohlagan formangizdan foydalanishingiz mumkin. Endi chetidan chiqqan xamirlarimizni bitta dumaloq qilib, yana yoyamiz va forma berib chiqamiz. Pechenyelarimiz 200-220 gradusda 10-15 minut orasida pishib chiqadi. Tayyorlanishi juda ham oson, lekin mazasi shunaqa zo'r chiqadi qizlar. Обязательно tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa, like esdan chiqmasin.